أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. Ötken kitabın devamı. وقد كانت الحرب العالمية الأولى هي الفرصة الحقيقية لطبقة أصحاب الأموال لتذوق الربح الذي كان وقفا على الأجانب. Birinci Dünya Uruşı ecnebilerle çekilinip kalan vakfan diyen ecnebilerle çekilinip kalanmış. Yani ecnebilerle ilip şunlarla çekilinip kalanmış paydının teminini tetbik için mal mülk ilgileri tabakası için bu hakiki bir fırsat olgan. Yani birinci Dünya Uruşu'nda boğandakiler Mısırlık bayla mal mülk ilgileri diyen şu baylar yani bayla chet elliklar burun tas ellik kilovattan paydının teminini tetbik fırsatı yol dedi. Bundan ilgili bay olsa onda temin tetbik var. Fakat harbi çünkü uruşdan ilgili kanat Mısır'ı suqan duvaliye bu halkara bir bazaydı Mısır. Tetenafasu fiyel umam-ı sınaiyetul kubra. Bunun da yani Mısır zamanında çoğun sınai devletler rekabetleşti. Hatta nkafada fi es'ar-ı silahil ecnebiye. Ahire kanda buldu chet elden kirdigan tovarlar, chet el tovarlarının bahsi çıkıp ketdi. Çünkü Angliya bir narsa sat nurqan bolsa, Yapon bir narsa sat uni kelsa, Fransiya bir narsa sat kelsa, mavi üzerine satayda bazını düşürdü. Düşürdü, şunlar amma çıkıp ketdi. İlâ haddin lem yada' amalan fi nuşû'i sınaatin vataniye testati'u münafasata. Şunda bir halet yetdi ki, şu chet el tovarları bilan raqobatlashaladigan vataniya degan yerlik zam. Yerlik sanoatlarning paydo bo'lishida hech qanday umid qo'ymadi dedi. Chunki bir narsa mesela bir ko'nglakni 10 ko'yga Angliyada Yapondan kelib 10 ko'yga sotgan bo'lsa, men bu ko'nglik zavod qurmoqchi bo'lsam, ishini o'rlashtirib, maosh berib boshimni qilsam, bir ko'nglakni tiksam, bu 20 ko'y to'qishi mumkin. 20 ko'y to'qsa, hech qanday mal sotamayman. Chunki bozorda 10 ko'y bunda sifatlik chet el kiyimlari bor. Lekin chet eldan 20 ko'y bo'lsa, men 10 ko'yga tayyor qila olsam, 15 ko'y sotsam, o'chadi zavod qilmaydi. Hamma adam bo'lganki, zavod qurib yassammi, uningdan yuqori to'xtab qolgan bo'lganki, zavod hargiz qurmayman. Ular hech qanday kishi o zavod qurishni unda xiyolga keltirib boqmagan. ولكن قيام الحرب لكن urushning qo'zg'alishi birinchi Dünya urushi qo'zg'alib ketishi adda ilibade ila ihtimal dawla sinoatil kubra cho'ng sanoat davlatlarining butun diqqatini naga burishga ilibade bi xizmatil majhudil harbiy ala hisabil muntajat sinoiya cho'ng sanoat davlatlari sanoat ishlab chiqarish tovarlarining o'rniga harbiy tirishchanlik hizmetini a'lo bilib, ashuni bakrak ko'ngil bilib, chunki urush bo'layotgankan qurol yasamaydi, urush lozimlik narsa ishlab chiqarish o'rinda turgan bo'lgan ekan, tijoriy tovar ishlab chiqarishni to'xtatib qo'ydilar. Harbiy lozimlikni ishlab chiqarishda butun diqqatini shu yerga burdi. Kaman sahabat kathirun min ru'us al-amwal al-ajnabiyya min Misr. Yani taqa Misrdan chet el sarmoyalari nurg'ini chekinib ketdi. Urush majlislariga xotirjam bo'lolmay turishda o'zining diqqatini bostirib saqlashni a'lo bilish mumkin. Qalaymiqanchilikda ziyon tarqib etmaydi deb xotirjam bo'lolmay ketdi. وقد أفاد أصحاب رؤوس الأموال المصريين من هذه الظروف إنشاء بعض المشاريع الصناعية من جهة مش شرائطten, مش vaziyatten Mısır'ın sermayeleri, bayları faydalandı. Qanday şekil paylandı? Yani muşu şarait hazır, muşu vaziyat Mısırlık sermaye ilgileriga fayda keltirdi. Efendim diye fayda keltirdi, menfaat etkizdi. Nimene ise inşa ba'dul meşarat sınaiye mince. Bir taraftan bazı sanaat karxanalarını, planlarını soqab şunu barpa qilish tarafdan fayda keldi. Yani bir taraftan ve ziyadet ru'us amwalin fil bunuk min jihatin ukhra. Bankda qo'yib qo'ygan sarmoya, mal mulklarni ashudi. Bu bir tarafdan foyda. Va min huna adraka kathir min al-misriyin. Mana mushada andan ko'pincha misrliklar tushunib ketdi. Va minhum talat harb, ularning ichida talat harb bor albatta. Dururata tatwir sinoatin mahalliyya. Yerlik sanoatni taraqqiy qildirish zarurligini tushunib ketdi.
Chunki chet el yasagan tovarlar, shu chet eldagi ba'zi bir sharoit, urush, vaziyat shuni o'zgarib qolsam, u zavodini to'xtatib qo'yib, yo saqlatib tovarlarni sotmaslik mumkin. Yoki bir narsa sotmaymiz deb qaror qilish mumkin. Buni qanday qiladi? Shu tovar siz qiynab qoladi. Unda o'zi ishlab chiqarsa, o'zining qo'lida bo'lgan uni qaror. وتمثل اهتمامهم في إنشاء الحكومة لجنة التجارة والصناعة. فأولارنىڭ دىققىتى hükümetinin ticaret ve sanayi heyetini kuruş işida gevdilendi dedi. Temassal degan aş şekilde ifadelendi. Temassal laha basharan saviyya. Fi senati 1916 16. yılı şunu kurup tanıdı. Min fuhulur ra'smaliyin al-Mısriyin. Mısırlık ataklık meşhur katta kapitalistlerden terkip topkan nalette kuruptu. Ve ala ra'sihim onların başında Talat Harp albatta. Ve İsmail Sıdki ve Emin Yahya ve Yusuf Qattavi. Lidirasetil ususulleti tuqamu aleyha sanatul Mısriye. Bu heyet ne için kuruldu ise Mısır sanatı üçün ul asas bulduğun tayyorliklarni bekitib, tekshirib, tadqiq qilish uchun Mısır sanatiga qanday ul silish ustida to'xtalish uchun shuni qurdi deydi. فلما انتهت الحرب وقامت ثورة 1919 الشعبية urush tugab, yani birinchi dunyo urushi tugab 1919-yilda xalq qo'zg'oloni qo'pgan chog'da bu Sa'd Zaglul yetakchilik bo'lgan qo'zg'olon. التي اشتركت فيها جميع طبقات الشعب. Bu qo'zg'olonda xalqning butun tabaqalari qatnashgandi. Biz yuqorida Sa'd Zaglulning temisida o'qilibdi. Min ajli istiqlal. Bu inqilob mustaqillik uchun qo'zg'algan. شعرت الحرب أن هذه الروح الوطنية المتأججة في قلب الشعب المصري هي الفرصة المناسبة لتحويل حلم إنشاء بنك وطني مصري إلى حقيقة واقعة. urush tugab, inqilob qo'zg'algan chog'da Talat Harp yetib dedi. Nimani? Misr xalqining qalbida yalqindigan musho vatanparvar ruh Misr yerlik bankasini qurish kuchini real bir haqiqatga aylantirish uchun eng munosib fursat deb hisoblaydi. Hilm degan kishiyam bo'ldi. Yoki o'y desak bo'ldi. Xiyoli, o'yi bank qurish xiyoli, bank qurish o'yini amaliyotga aylantirish fursati deb hisoblaydi. Tahvilga aylantirish. Shuni tahvilul umulat deb qo'ydi. Dollarni junay dollarga almashtirishni. Pulni masalan bank orqali birisiga sapasi bu havola bo'ldi. Havola qildi deymiz-ku. Aslida birisi bir ish kerak bo'lgani boshqadan birdan qilib almashtirsa havola bo'ldi. Validalika habba yuhaffizul himam. Shuning uchun himmatlarni qo'zg'atish uchun atlandi. Habba degan atlandi. Dasturda desak bo'ldi. Yuhaffiz degan qo'zg'atish, targ'ib qilish deb burun o'tdik buni. Va yadribu alal vitril hassas fi kulli tabaqatin likay yahshudaha wara'aha. Demak, himmatni qo'zg'atish uchun atlandi. Shunaman atlanib va yana har bir tabaqadagi nozik targa urush uchun atlandi deydi. Bu nozik taramda nervisiga ham ta'sir qilgan shu bir ishim. Mesela cihaziylar tabaqasida uning eng ta'sir qilgan bir gapni qilish mumkin. Kambag'alligiga nisbatan uni bidat deyish mumkin. Yani bizga nisbatan bidat deyish mumkin. Vetrning falsafasi vetr degan tar, ya jip degan bu. Shunga ikki jiplik salni dutar deymiz. Dutar degan. Qancha vetr degan taq degan bo'ldi. Shunga salati vetr deymiz-ku. Hamyada endi tar, jip. Nazik noktaga şan tatılashga başladı. Gıdıqlashga başladı. Likay yahshudaha wara'ahu. Ash tabaqadikilni o'zining oqiga to'plash uchun hamma tabaqadikilga eng yaqindigan shuni hareket keltirgan gapni qildi. في خطابه يوم 7 مايو 1920 1920 7 may 5. ay 7 may 1920 so'zgan xitobida vajjah kalamahu lis-sami'in qailan so'zni shu anglashlar qaritib bunday dedi. Fil biladi shababun nahid. Diyarimizda demakchi. Misr diyarida shunda tetik ruhliq, shuna jalliq yigitlar bor edi. Nahid degan qaddin ko'targan, dastugan bunda jalliq yigitlar bor. Yuridu amalan fala yajidu. İşleyse işte yapılmaydı.
bel yuridu temrinen ala amelin bel tekir bir işin dal güney meşgul olay desimo fela yecid baban yatruku qaqda işini tapılmaydı işini gensen boldu deb iltimas qilmoqchi bo'lsa-mo shuni talab qilgan o'rinning ishxonning ishini tapılmaydı dedi. Yani unda fırsat fakat yok demek yani. تأسست في مصر مدارس للتجارة عليا ومتوسطة وليلية. عليا ديgan madarisninki للتجارة yarlık geçirildi. Mısır'da Ali mektepler kuruldu. Bu Ali mektepte ticaret mektepleri, Ali mektepler yana o teknikum, o seriyali mektepler yana bazı tahe leyliye dedi. Keçili gündüğün mektepler kuruldu. Keşik kurslar yani. فَمَاذَا كَانَ نَصِيبُ مُتَخَرِّجِيهَا. Aşı mekteplerini tutturgel okuvchilarning onlarınki nesibisi nim oldu? Yani günü qanday oldu? Aqibati nim oldu? Hal şaggalatul bunuku ev şirkatu ahadan minhum? Banklar ya şirketler aşılardan birazını işletti mi? Allahümme la. Herkes işletmedi. Ya, vay ya yani. Allahümme la. Ya herkes dedi. Allahümme diyen ya da ya Allah diye mandamasa. Fakat, hiç, fakat. İllen nadirellezi la hukme lahu. Fakat da o hesap edilmeyen derecede biraz tal şunda andı sanda sata kaldı. Bu musa erzağıda şekilde çıkmadı. Nadir diyen şu kısmen kem tepelizgan. Beynema necidul baqina yeşteğilene fil galibi ketebeten. Yani köpçülük okuttuğa okuza karaydıgan bolsak ular köpünçe ahvalda şu işxanda nasip oturgan kat şekilde işleydi dedi. Fil masala hukumiye, hükümet idarelerinde, organlarda. Onu tizimlaydigan, yazdıgan, bunu yazdıgan bunda işini kıldı. Şu depter çıkıp oturdular. وَمَا كَانَ هَذَا وَالْغَرَضُ مِنْ تَأْسِيسِ هَذِهِ الْمَدَارِسِ. Muşu mekteplerini kuruştan maksat bu emes ideyeri. ثُمَّ خَاطَبَ طَلْعَتْ التُّجَّارَ الْمُسْرِينَ. Ondan Talat Harp Mısırlık ticaretçilerine hitap kıldı. الَّذِينَ كَانُوا يُعَانُونَ مِنْ مُنَافَسَةِ الْعَنَاصِرِ الْاَلْدَوِيَّةِ لَهُمْ. Mısırlık ticaretçiler çet el unsurlarının ulan rekabetleşişinden dert ettiler. Şu anda kıyna ahval değil mi? Yani o itiretti. Ve bisaytaratiha ala suqi bisebebi cehlihim bil esalibil haditha lit ticaret. Ula ticaretninki yeni usullarını bilmeyen boğaçqa çet ellik unsurlar bütün bazarını kontrol kılıvaganlıqdan qaqşaytdi. Yani ilgini qaqşaytdi. فَوَعَدَهُمْ بِأَنَّ الْبَنْكَ سَيَعْمَلْ. Şunlar aşı Mısırlık ticaretçiliğe vaadi muş banka bununkin muşun kuşaydı. Muş iş için işleydi. بِالِتِّحَادِ مَا حَضَرَاتِ التُّجَّارِ. Ticaretçi hazretler bilen, hocamlar bilen birleşip qanday iş qiladi? Ala tanzimil halati ticari. Ticari ahvolni reksilishga kuchaydi deb va'da berdi. Seyamal degene şunun için işleydi, kirişçilik göğüsüdü deb verdi. Ticari ahalini reksalmaz, inşal gurafı ticariye, ticari gurfalarını kurmaz. Ticari gurfa degen bu ticaretçininki işlerine şu hak hukukunu qo'llaydigan bir uyushmalik narsa. Niqobat degan shu asli uyushma shu. Lekin gurfa tijariyani Uyg'urcha deydi. Muayyan bir nima ko'zda tutilgan atalg'i bu. والشركات التعاونية وغيرها وإمكانلق شركاتلere ve şunga o'xshash shu uyushmalar niqobatga tijoratchilar uyushmalari degandek shunda idoralarni qurib ishxonalarni qurish orqali tijorat ahvolini biz yaxshilashga kuch chiqaramiz. Shu bank orqali da va'da berdi. للدفاع عن مصالح أعضائها shu ishxonalarga uyushmalarga a'zo bo'lgan tijoratchilarning manfaatini qo'llash uchun ishlaymiz. وَدَرْسَ أَنْجَحَتْ طُرُقِ لِتَرْقِيَةِ شُؤُونِهِمْ ve ularning ishlarini taraqqiy qildirish uchun eng muvaffaqiyatli yo'llarni, usullarni biz tadqiq qilamiz. Va ziyodat arbahim ularning foydalarini oshirishga tirishamiz. Bi tahsini turuqil bay' va shiro ilm setim yo'llarini ham yaxshilab, qulaylashtirib va tartibul amal ishlarni ratiblab va tanzimul hisobotni notirat orqali tijorat ishlarini qulay qilib bermoqchi. Shunda va'da berdim. Shu banka shunda ishlarni qurdi demoqchi. كما توجه طلعت حرب أيضا إلى ملاك الأراضي وأصحاب المصانع. كما توجه طلعت حرب أيضا إلى ملاك الأراضي وأصحاب المصانع. طلعت حرب يعني
zimin egalari va zavod karg'ini egalariga yuzlandi dedi. Fawa'ada bi annahu sawfa ya'malu ma'ahum. Ularga sizlar bilan birga ishlayman deb va'da berdi. Nima uchun ish qilgansa ala ta'sisin niqobati va shirkat ta'awunul lozim lahum. Ularga lozim bo'lgan hamkorlik shirkatlari va uyushmalarni qurishga ish qilaman, sizlar bilan birga kuchayman deb va'da berdi. Waliddifa an masalihim va mahasilihim va masnu'atihim. Va yana ularning manfaatini, mahsulotlarini, tovarlarini ishlab chiqargan yasalgan tovarlarini qo'g'dayman deb. Va kana mimma qalahu aytgan so'zlar ichida ma'suzim bor dedi. Innal banka bankahum. Banka ashlarning bankisi. Wal qa'imina bi umurihi minhum. Ash bankining ishini qildiganlar ashlardan dedi. Va maslahatul fariqayn wahidan. Ikki guruhninki manfaati bir. Va hadaful jami' tarqiyat ash-shu'un al-misriyya. Hammamizning maqsadi Misr ishlarini taraqqiy qildirish va tanzim al-harakat al-iqtisodiyya bil bilad. Diyarimizdagi iqtisodiy harakatni dakshirish degan iboratdir. Va oxiri tamakkan Talat Harb min ta'sis banki Misr. Talat Harb Misr bankisini qurib chiqadi deydi. Oxiri qurib chiqdi. Bimarsumun sultani podshohlik farmon bilan marsum degan amr farmon, sultani degan podshohlik. Shahona farmon bilan oxiri bankini qurib chiqdi. Sadara fi 3 aprel 1920 3 aprelda chiqqan podshohlik farmon bilan oxiri bankini qurdi. وكانت مجموعة المؤسسين تتكون من 8 من العاملين في مجال المال والتجارة. Şu bankını kurğuçular toplumu mal ve ticaret sahasında faaliyet edip bardıqallardan 8 kişiden terkip tapkan edildi. Ular Ahmet Medhat Yeken Başa ve Yusuf Qatavi Başa, Abdülazim el-Mısri Bek, Abdülhamid el-Suyufi Bek ve Doktor Fuad Sultan ve İskender Mesiha ve Abbas Basiyuni el-Khatib ve ala ra'sihim Talat Harb. Ularning beshida Talat Harb ba'teri. Ve qad ishtarata an takuna al-ashumu ismiyatan. Talat Harb şu bankini qurgan vaqtida bankining paylari, paychiklarini o'z ismi bilan bo'lsin deb shart qildi deydi. Agar 10% pay bu deb qilgan bo'lsa, yo'q, ma'vo falonning payi, ma'vosanning payi deb har odamning o'zining ismi bilan pay bo'lsin deb turibdi. Ve yakunu baqauha biyadil misriyya. Yana u pay misrlik kishilarning qo'lida bo'lishi kerak deb turibdi. Demak, misrlikning qo'lida bo'ldi, ism bilan bo'ldi deganki, uni g'archa setib illiklikning qo'liga o'tib ketmaydi demakchi. Shu bankning piye misrlikning qo'lida turishi kerak. Setish bo'lmaydi. Hatta la yashtarikal ajanibu fi at-ta'sis. Ajnabiylar bu bankning qurilishiga asas quruvchi a'zolar qatoriga sir bo'lmaslik uchun yoki qurishga qatnashib qolmaslik uchun shuni shart qildi. Va hatta la yakuna al-ishtiraku fi at-ta'sis bi gharad al-mudarabati bil ashum fi suq al-awraq al-maliyyah bil bay' va shira. Yana bankni qurishga qatnashishdan maqsad musho paychik bozorda suq al-awraq al-maliyyah degan aksiya bozori yoki paychik bozori degan gap. Shu paychik bozorda pay setib elib hozir o'ynash deyilganmi? Paychik bozor pay o'ynash deganda. Pay elib setib tijorat qilish maqsadida bankning asli qurilishga bunda qatnashib qolmasin deb, buning asli maqsadi bankning o'zidan foydali kirim qilish emas, pay olib qo'yib, keyin ashpayni setib elib bunda tijorat qilish maqsadida bo'lib qolmasin deb, shunda ism bilan bog'lab qo'ydi deydi. Mudaraba degan asli bizning fiqh kitobidagi shariat olg'u bu. Bir taraf pul chiqargan, bir taraf kuch chiqargan mana bir shirkat. Uni foydani ikkalan pishgan bo'yicha oldigan shirkat. Lekin miyada mavla hozir Misrda bu mudaribani odatda ilib tijorat qilishga ishlatadi. Bu boshqa ma'noda bo'lib ketdi. وقد حث طلعت حرب المساهمين على عدم المضاربة قائلا. Talat Harb aş paychiklarini, pay qo'shganlarni, aş payni unda elib setib tijorat qilib, unda qilishmaslikka targ'ib qildi dedi. Va bunda dedi: "Innal musahima lam yusahim fil banki ala ma na'taqid li yudarib bi ashumihi." Bizning qarshimizda bu pay
chek, ya'ni pay qo'shgan kishi bankiga pay qo'shgan chog'da paylari bilan tijorat qilish maqsadida qo'shmadi uni. Va bankni qurish maqsadida qo'shgan. Shu tijorat qilsangiz bo'lmaydi demoqchi. Bunun vaqti asosan bu pay ajamiyning qo'liga o'tib ketib qolsa, bankka ajamiyning qo'liga chirkitdi demoqchi. Bal nazhabu li akthar min zalik. Biz taxab buningdanmi bir qadar ishkillab chirimiz dedi. Yoki uning jiraqroq qadam ilib nima emas, mada yatirul umma. Bu millatga nima ziyni keladi? Allati ta'awwadat ala al-mawqif. Ya'ni mushunda qiyin ahvollarga ko'nib ketgan mush millatga nima ziyon dedi. Li vaqti ba'd baniha juz'an min malihim. Mush millatning ba'zi o'g'lonlari mol mulkining bir qismini al-istiqlal biladi min iqtisodi. O'z vatanininki iqtisodiy mustaqillikni qo'g'dab qilish uchun vaqt qilib o'tibqasa nima bo'libdi? Yani sen hozir bankiga pay qo'shding. Mush qo'ygan payni o'zingning vataningning iqtisodiy mustaqilligini qo'lga keltirishga qo'ygan vaqtga savlatsan nima bo'libdi? Yani uni sen midilatmay ashuna qo'yib qo'y. Elib setib bu boshqalarning qo'liga o'tib ketmasin. واعتبروا الأسهم من أول يوم وقفا لا بيع فيها ولا شراء. Aş payını qo'shgan chaqdiki birinchi kundan tortib uni ilib satmaydigan vaqt qilibsa nima ziyon bo'lgan. Mayda qilibsa mando. وقد ترتب على جهود طلعت حرب في هذا الصدد أن تعزز مركز البنك بما أخذ يتلقاه من المصريين. وطلعت حربنا مش mazmunda yoki mushu turdagi xizmatlarga tirishchilikqa qarab edi. Tirishchilikqa agishib sada degan mushu haqda, mushu saada, mushu mazmunda degan. Mush to'g'rida chiqargan kuchiga agishib menda ahvol bo'ldi dedi. Tarattaba degan bir ish bo'lsa uning oxiridan natija olib keldi degan. An ta'azzaza markazul bank. Bankning markazi yoki buning mavqasi deyiladi. Mavqasi kuchaydi. Nim bilansa Misrliklardan topshirib olgan pay va boshqa sarmoyalar bilan ta'azzada kuchaydi, jonlandi. Fa'indama ta'assasa al-bank, masalan, yoki chunki bank qurilgan vaqtida kana rasmaluhu 80000 junay fi sanat 1920. 1920-yili bank qurilgan chog'da bankning sarmoyasi 80,000 junay ekan. 80,000 junaymi o'z vaqtidagi 80 milliondan jiqroq bo'ldi. Bir junay shu chog'da necha dollar bo'lmoq. Fartafa ra'sul mali ila nisf million fi 16 yanvar 1925. Ondan bankning sarmoyasi 1925-yili 26 yanvarda 1 millionga o'rnida 5 yil ichida. Sonra bala fi Desember 1927 milyon kamilan 27-yilda to'liq 1 million bo'ldi dedi. Vartafa adad musamin min 8 fi sanat 1920 ila 9356 musaiman fi 30 Desember 1934. Dastlabda bank qurilgan chog'da 1920-yili 8 paychik bo'lgan bo'lsa, bular 34-yilda 12-30da 9356 paychikqa o'rnildi. Wa amma al-wada'i'u faqad irtafa'at min 200,000 junay fi sanat at-ta'sis. Amanat qo'yilgan bankida amanat qo'yilgan pullarcho vadiya degan shu amanat pul. Bu qurilgan yili, ya'ni 20-yili 200,000 junay bo'lgan bo'lsa, 47-yili 45 million junayga yetdi. Xalqmi shu bankida amonat qo'ygan pul 45 million junayga yetdi 47-yili. Paychek bilan paychekning farqi nima? Paychek payni bildirgan hujjatni paychek deymiz. Lekin paychek bo'lsa payning egisi, pay tag'in kishi. هذا النجاح الكبير دفعت طلعت حرب إلى النزول في ميدان تكوين الشركات الصناعية والتجارية. مش چون يعني زور موفقيت طلعت حربنا صناعي وتجاري شركتlarni paydo qilish maydoniga, ya'ni shu qurish maydoniga sakrab tushishga ittirdi.
الأمر الذي جعله بين صفة الرأسمالية المالية وصفة الرأسمالية الصناعية والتجارية. مش إيش الأمر ديان مش عند قيغان أهوال مش إيش ونه يعني طلت حربنا خلاص كويدا مالي كابيتاليزم لقسفتلان صناعات وتجارة كابيتاليزم o'ttirdirak qo'ydi. Endi o'xshashni aslinki atalg'onlari shundan hukmlar bo'lishi kerak. Ya'ni dastlabda bu pul saqlab turadigan, pul qazdiradigan, omonat saqlaydigan bir kapitalizm tuzumidagi bir bank kerak narsani qurgan. Endi hozir sanoat va tijorat shirkatlarini qurib, shunga mablag' soldi. Davomiki hozir ikki narsani tanilib qolgan bo'ldi. وهذا التحول يعتبر الميلاد الصحيح للرأسمالية الصناعية المصرية. مش özgürüş ya buruluş deyimiz bunu. Tahavvul degan mush buruluş Misr sanoat kapitalizmi uchun aytgan chaqda haqiqiy va yangi bir to'g'ri tug'ilish hisoblanadi. Demak, sanoat ishlariga mablag' solish mishadan boshlandi demak. Bunun oldidan biz kichik bunday shaxsiy binoan kasb bo'lsa resmi çoğun zavodlaşkan, karxanalaşkan çoğun sanaat asası ulusal demek. فحتى ذلك الحين شو kadar لم تكن الصناعة الحديثة معروفة للمصريين. Yeni sanaat diyen nasa o Mısırlıklığa tanınmayan idere şu kadar. كما أنه لم تكن هناك هيئة خاصة تعمل على تمويل الصناعات الكبيرة. Yani şundakla şu kadar o çoğun sanaat karxançılık işlerini zavallığa meblag sılap aşını kuruşka yardım bırgan onda bir çoğun bir organ ya bir urunmu yok direydim. وإنما كانت الصناعة المصرية في ذلك الحين قاصرة على المشروعات الفردية المحدودة التي تتبع نظم الإنتاج الفنية العتيقة. لكن şu kadar Mısır sanatı qandata edilse çeklik ve şahsi aşında zavod karxanalarda ekanda shaxsiy do'kon deyiladi. Shaxsiy do'kon sifatidek mushunda bir kichik karxanalarga chekib qo'yib qolgan deydi. Bunda do'konlar qanday ashkona qadimiy ishlab chiqarish texnikasiga tayanadigan, shuning tuzumiga ergishmaydigan mushunda do'konlar kerak. Yani dadisi shunday qilgan, o'g'illari bir nechalar birlashib, bir nechalar unda ishlab shu oilaning do'konlarini salkın aytishni baqa ahol bor, undan boshqa zavodlashda ahol yo'q dedi. İntajda ishlab chiqarish. Atiqa degan kona, al-bayt al-atiq. Atiqa qadimiy degan. ولكن ذلك كله تغير بعد اتجاه طلعت حرب إلى تكوين الشركات الصناعية والتجارية الحديثة. لكن أشو إسلام همسه طلعت حرب yeni usuldagi tijorat va sanoat shirkatlarini qurishga yuzlangandan keyin bu ahvol o'zgardi. Tijoriga yuzlanish. ففي المدة من عام 1922 إلى عام 1928 مش 6 yıl içinde أي في نحو 6 سنوات 6 yılga yakın مش aralıkta أنشأت طلعت حرب 10 شركات تجارية وصناعية كبيرة. طلعت حرب ticari ve sanayi şirket olarak 10 çoğun şirketini kurduruyor. Ticari diyen sosyal şirketi, sanayi diyen sanat şirketi. اتبعت في تنظيمها وإدارتها وتشغيلها أحدث النظم العلمية ona rekseliş, başkuruş ve işletiş işlerde en yeni ilmi usullarını kullandığı. Yani öz vaktindeki şu çağda insaniyet yetişken en ilgar usulünü kullandı demek. وَغَطَّتْ الْمَيَادِينَ التَّالِيَةِ ve muşu kurgan şirketler muşu sahalini kapladı dedi. Muşu sahalda şirket kurdu demek. Ettiba'a sene 1912 matbaachilik işletdi şirket kuruptu. Çoğun matbaani. Ve Halicil Aqtan seneti 1924 24-yılı qaxtını çigitidan ayırdığı aşağı. Halc deyiniz. Uygurçasında da qaxtını çigitidan ayırıp bunu zavod ayırdı. Ha, aşı zavod halc zavod aş. Aşında ayırışını halc deydi. Demek aşında qaxtının çigitidan ayırdığı zavodni qurdi demek. Mısır'ın paxtası dünya boyunca birinci. Uzun talalık degan şu. Ve nakl qatnash
والملاحة النهرية ودريا قطنشر ملاحة ديgan aslında kemicilik qatnashadigan. Nil daryosida qatnaydigan kemicilik shirkatlarni qurdi demak. Unda ilgari shirkat yo'q ekan. Shaxsiylarni kemini qilib bo'lsin. Malika emas, o'shaga malika qildi. Daryoda maqsad bu Misrning shu uzunistida ketgan daryo ekan, janubdan shimolga mangdigan. Janubdan shimoldan janubga kemilar o'qisa chiqim az yo'tkildi. والصين ما سنة 1925 الصين وصلت شركة من أوروبا يجون بشينجل وغزل ونسيج القطن والحرير سنة 1927 جمعية تنجلة جباك وقحطة يجريش وتقومسلق زاوته غزل ونسيج جان تقومسلق ومصايد الأسماك سنة 1927 بلق صدغان بلق صدغ شركة والكتان سنة 1927 Keten şirketleri. Keten mi? Bu jipning bir turi. Paxtaga yaqin narsa. Kendirda ishlab chiqish mumkin. Kendir talasida to'g'ri qora. Ha, o'sha keten deymiz shu. Uyg'urchada ekan. Ha, bu bir jipning turi endi. Masalan, paxta dedik, jipak dedik, mana keten. Kendirdan chiqdi bo'lsin. Kendirdan chiqdi. Shundan to'qiydi. وقد أدى ظهور هذا الاتجاه الصناعي مشندا صناعلش قرب yüzlenişnin payda buluşu ilpadidir. Nemege ila ta'sis ittihad as-sanaat al-misri. Mısır sanaatları birlike degan bir organning qurilishiga ilpadi. Fi am 1922 li ta'yid as-sanaat al-misriya. Misr sanaatini qo'llab-quvvatlash uchun والدفاع عن مصالحها bunun menfaatlerini qo'llash uchun qurilgan. في ذلك الحين أشهر الله دا لم تكن مصر قد عدلت نظامها الجمركي على نحو يكفل حماية صناعاتها. Şu çağda da Mısır'daki özünün sanaatlarını qo'llash kafolatlaydigan şekilde tamujna tüzümüne o'rnatib qo'yilmagan chaqdir. Yani çekerden biraz ekir yılgan, tamizm diyen narsa yok mu? Bunda alet etti. Çünkü tamizm kılışan sen özden güzel istek çıkaran bolsan, şu istek çıkaran narsını qo'llash uchun başlığının açılışını tozsan oldu. Özden istek çıkaramamışken açılışını tozanmayıp kalıptan deyim. Bir sebepten basit. Adliyen bir sebep için tamizm yok dedi. Ve ennehu lem tekun nek sanaatın Mısır'ya testahiqqul himaya. Mısır'da qo'llashga layık bir sanaat degan narsa yo'qdi. Davomike chet elning tovarlarini akiraydigan. Walakin ba'da insha shirkat banki Misr sinoiya, lekin Misr bankasi qurgan sanoat shirkatlar qurilib paydo bo'lgandan keyin asbahat ad-darura taqtadi himayataha min munafasat as-sanaat al-ajnabiyyah al-mathilati an tariq fard rusum jumrikiyatin alayha. Shu chaqdan Misr sanaatini chet elning shu soatga o'xshash sanoat tovarlarining raqobatidan qo'g'dash zurul bo'lib qoldi. Antariq fardu rusumun jumrikiyatun alayha takuna aliyan. Qanda shaklda qo'g'daymaysa, ashunda o'xshash shaklda ekan. Misr ishlab chiqargan narsaga o'xshaydigan narsani sirtdan ilib kirmoqchi bo'lsa, uningga yuqori bahada tamujni beji qo'yish bilan qo'g'daydigan ish zurul bo'lib qoldi. بحيث تكون المنتجات المصرية أرخص منها. Bu qo'dashning maqsad Misrda ishlab chiqarilgan tovarlar sirtdan kirgan chet el tovarlardan azam bo'lish kerak. Wa yuqbilu al-mustahlikuna ala shira'iha. Misrlik iste'molchilarga uni sotilishga qizg'in bo'lish uchun yoki jiq sotilish uchun. Misrning o'zi o'xshash ikki tovar bor. Bitta Misrlik, bitta chet elning. Misrning azam bo'lsa, albatta Misrnikidan oldi. وفي الوقت نفسه أين شغدا فإن النضال الوطني لم يلبث أن أدى إلى إلغاء الامتيازات الأجنبية في مصر سنة 1937. Vatanperverlik kurash uzun turmaylan, yani bu vatanperverlik faaliyetli bulaverib ahire 1937-yili Misrdagi chet el ajnabiylar imtiyozlarini bekor qilishga kelib bordi. Bu chaqda chet elliklarning imtiyozlarini bekor qilishgan 37-yil. وأصبح في وسع الحكومة المصرية فرضت ضرائب على أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية في مصر الذين يشتغلون في الصناعة والتجارة. شغلا ما امتيازات بكار لكن مصر حكومته
Mısır'da turib sanat va tijorat bilan mashg'ul bo'lgan chet el mablag' egilariga baj qo'yiladigan bo'ldi. Daraib misal baj. على أن قيام الحرب العالمية الثانية براق إشكين دنيا ورشنون قزغلشة أثر تأثيرا سلبيا على بنك مصر. بو مصر بنكسغا تأثير ياكي يمان تأثير هذا سلبي تأثير هذا. إذ أقبل الكثيرون تحت تأثير الخوف من ظروف الحرب. إذ جان شنكي شو چغدا نورغون كشلا ورشنون شرائطنون تأثيرنون قوقلقتان şu korkunç təsirdə dəkkülükdə ala sahbi vadai'im minal bank. Bankdan qoyğan amanatlarını asta qulağa elləşə başladı dedi. Ürüş bir narsa olub banki yoxlab ketib hökumətçi qılıb dövlət vayron bo'lib ketsə, pulumuz vayron bo'ldi, uyimizdə temiz bo'lsa saqlayla bu pulni da bankda e'longa xotirjam bo'laman. Yoki puldan qimmat chiqib deydi o'shalardan boshqa qanday sabablar. وهي الودائع التي استخدمت جزءا منها لتمويل بعض الشركات بعض المشروعات. أش أمانة خلقان طلاب بنكدك 40 milyon دايما أش طلابنا أصلا أش تلك شركات لنا قرشقة işletken. Tamam. وهم دام فلوس بشكل براند ترمان كان أمانة وسقلا بدرام پولنا غاچ بازار شركت kurup mandırıp andı pullar diyen bazı olsana bir kısım pullar verip bankçılıkını davamlaştırır mında kıygan. وَلَمْ يَكُنْ لَدَى الْبَنْكِ سُيُولَةٌ نَقْدِيَةٌ كَافِيَةٌ لِمُوَاجَةِ هَذَا الظَّرْفِ الطَّارِئِ. Anda hemmene aşı şirketini kuruştu işletirkendiken bu hemmeden bırakılan bu pulundakilen kaytıran deydi de bunda kısmıgendiken bula şirketini kuruştu işletirkendiken kuruş kozguluplan hemmeden pulunlar da işaretde tuğan diken banka uğulağı kaytırdıgan naqd pul tapılmay qıldı. Qo'lda naqd pul yo'qdi. Mushunda bir favqulodda jiddiy vaziyatga qarata chora qilgan unda bir naqd pul yo'q dedi. Suyular degan naqd pul. Suyular naqdiya degan qo'ldagi naqd pul emas. Ha, ya'ni unda aylanib turgan bir naqd pul yo'q dedi. Tarih degan jiddiy ushtum tuyuqsiz ciddi görüşte tavar edek. Ciddi bölümüne siz görüşten de o. Şu anda bununla çağrıda fikirek. Fettecahet al-harb ilal-iqtirab minel benkil ehl Mısri. Şu an Mısır'ın aşı benkil ehli diyen. Aşı bankidin kağıt sırasında izlendiri. Çok bankiden onda ma kıyın ahval kepoldu biz kağıt verip durumlar naqdullah lazım kıldı. Da kağıt sıraptı. وطلب من الحكومة المصرية مساعدته في الضغط على البنك الأهلي ليقبل بإعطائه القرض. يعني مصر حكومتين التماس قطو. مش بنك الأهلي جاء بوم بالبنك عنده. بنك الأهلي جاء سلسلة بسم قطعة bizga qarz berishga ma'qul kelgan bo'lsa deb hukumat indirib. Betim, qanday dağıtıdan dedi. Hani Türkmen mesela çok çukur besinlikli var da sürükülde yok. Bunu dağıtılı dedi. Çukur besinlikli. Aslında başka ne olur dağıtır. وقد قبلت الحكومة بشرط استقالة طلعت حرب من إدارة البنك. Hükümet bunun iltimasını kabul etti. Biz besin kılıp kağıt apreyli tanıdı. Lakin Talat Harp bankının aşı müdürlüğünden başvuruş hukukundan soruş gerek de durdu. ولم يتردد طلعت حرب في كتابة استقالته إنقاذا للبنك وشركاته. Lakin Talat Harp bankini ve bankanın şirketlerini kurtuluş için özünün istifasını so'rab iltimos sunishda taraddud qilganmidi. وقد أثرت هذه الأزمة على صحة طلعت حرب. Mushuk krizis Talat Harpning tan salomatligiga ta'sir ko'rsatdi. فلم يلبث طويلا شو uzun o'tmayla hatta fadat ruhuhu jini chiqatdi demoqchi. Vafot bo'ldi demoqchi. Fi 21 Ağustos sanat 1941 1941-yilda 21 Ağustosda vafot bo'ldi. ولكن بعد أن أرسى دعائم الاستقلال الاقتصادي المصري. Lekin bu
Misr iqtisodiy mustaqilligining ullarini mustahkam sapqo'g'anlikin Xudo xizmatida qiluvlar, undan vafot bo'ldi. Subhanakallahumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.